O'rtoqlar, Habibiy mahallasi tushunishinglar uchun bu Sergeli 5 hisoblanadi. Sergeli 5 eng xadavoy, eng zo'r joylardan bittasi. Ya'ni mana bu yerda kirpichniy ko'la ostanovkalar deyiladi. Orientir uchun bu yog'imizda esa Sof kafe. Imенно shu mahallada hozir to'rxonali 3 qat sotuvga. Bu to'rxonadan 6 xona qilinadigan ekan. Bu trapetsiya balkonli hisoblanadi. Trapetsiya balkonli deganimizda hozir video davomida tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Qanaqa 6 xona qilinishini ham hozir aytib o'taman. Kvadratniy prixoshkaligi, ya'ni eng zo'r proyektlardan bittasi hisoblanadi. Endi darsga o'tiramiz. Bu yoqqa o'tamiz. Bu yog'imizga o'tganimizda bitta xonamiz bor. 315 ga 520. Bu to'rxonaliklarda ikkita bir xil xona bo'ladi. O'zi 315 ga 520 lik. Hozir oxirida ikkinchisini ko'rsataman. Bu yog'imizga o'tganimizda esa svet yoqamay qoldim. Ayakka yurmaysizlar. Bu yoq spalniy xonamiz bordi. Darsga o'tiramiz. Bu yoqqa o'tganimizda esa yana bitta detskiy xonamiz bordi. Ko'ryapsizlar. Ozgina mehr talab ekan. Bu yog'imizga o'tganimizda esa bu yog'imiz sanozil. Xolasanglar bu yoqqa hojatxonani chiqarib, mana bu devorni buzib yuborib, har doimgidek bu yoqqa katta xo'l qilib olsangiz bo'ladi. Hojatxonani yana ko'rsatib o'tib ketdik. Chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Bu yoqqa o'tganimizda esa bu yog'imiz o'z zavodskiy oshxona balkonga chiqqan, ya'ni 2 ga 3 balkonli hisoblanadi bular. Mana ko'rib turibsizlar, ozgina sal mehr berib olsanglar bo'ladi. Atak aboylari tayyor ekan. To'g'rilaraman desanglar o'zinglar uchun manzilni ko'rdinglar, eng zo'r lokatsiyalardan bittasi hisoblanadi. Bu yerda bu atrofda hozirgi kunda bunaqa narxda hozir bunaqa uylar yo'q. O'shani ham inobatga olinglar. Mana boyaga aytayotgan zalimizda 315 ga 520 va bu yoqqa o'tganimizda esa boya aytib o'tganimdek o'sha trapetsiya balkoni. Ko'pchilik o'zbekchiliklar bu yerda nima qilishadi? Bu yerda kelin-kuyovga xona qilib qo'yishadi. Dash ham o'tganimizda bu yog'imizda bitta samozel qilib qo'yishadi. Umumiy maydoniga keladigan bo'lsa, bu yerda 100 kvadratdan oshiqroq 105 106 kvadratlar chiqadi. Chamarab, sarab chiqqanimizda narxi esa bu yerda hozir 85 ming so'ralyapti. 9 etajli dommi 7 etajda. E'tiboringiz uchun rahmat.